Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz Amerikaga ketmoqchisiz. Amerikaga ketish jarayonida Amerika vizasiga taalluqli bo'ladigan ayrim cho'pchaklarni sizga aytib o'taman va bu cho'pchaklarni siz bilan birgalikda analiz qilib chiqamiz. Ma'lumotlarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta bu videoga bitta like bosing va sizdan iltimos bu ma'lumotni ko'proq odamga yetib borishligi uchun, ko'proq odamga foydali bo'lishligi uchun har doim like bilan bizni qo'llab-quvvatlab turing va men sizga barcha kerakli ma'lumotlarni ulashib boraman. Siz bilan birgalikda cho'pchaklar haqidagi ma'lumotlarni ulashishni boshladik. Birinchi cho'pchak, eng ashaddiy cho'pchaklardan biri bu vizaga garantiya berish, ya'ni kafolat berish. Sizga Amerika vizasiga hech kim hech qachon kafolat bera olmaydi. Amerika vizasi har doim 50-50, ya'ni 50-50. Viza olishingiz ham mumkin, ola olmasligingiz ham mumkin. Agarda sizga kimdir Amerika vizasini ber, pasportingni ber, $10,000 yoki manimcha pul bergan, aniq men senga viza olib beraman desa, bu cho'pchak. Bu nomer 1 cho'pchak hisoblanadi. Shunday ekan, bunaqangi yolg'on va'dalarga uchmang va aldanib qolmang. Ikkinchi cho'pchaklardan biri esa bu Amerika vizasiga bir marta atkaz oldingmi, ikkinchi marta topshira olmaysan, bo'ldi, qaytib topshirma, yoki ikkinchi marta atkaz oldingmi, yana sen atkaz olasan, bo'ldi, sen uchun Amerika yopildi deyishlari mumkin. Yo'q, bunday emas. Sizda har doim shans bor va bo'lgan qayta bemalol harakat qilishingiz mumkin. Birinchi marta viza ola olmagan bo'lsangiz, ikkinchi marta olishingiz mumkin. Ikkinchi marta viza ola olmasangiz, uchinchi marta olishingiz mumkin. Albatta, agarda sizning maqsadlaringiz aniq bo'lsa, haqiqatan ham Amerikaga borib o'qib, yashab, qaytib kelish maqsadlaringiz aniq bo'ladigan bo'lsa, viza ofitserini ishontira olsangiz, albatta siz ham talabalik vizasini qo'lga kiritishingiz mumkin. Shunday ekan, maqsadlaringizni aniq qilib, risklarni baholab, har bittasini hisobga olgan holatda harakatda to'xtamang. Uchinchi, siz e'tibor berishingiz kerak bo'ladigan muhim bir cho'pchaklardan biri esa fake hujjatlar tayyorlash. Ya'ni ayrim holatlarda biz hozir eshitganmiz, talabalar fake IELTS yoki fake SAT sertifikatlarini ham yasashgan va buni viza ofitser bilib qolgan. Fake hujjatni bilib qolsa, sizga albatta rad javobini beradi va bu rad javobi sizga kelajakda albatta minus bo'lishi mumkin. Shu sababli hech qanday hujjatni fake qilishga, ya'ni soxta qilishga umuman harakat qilmang. Iloji boricha maksimal darajada har bitta hujjatingizni original bo'lishiga, haqqoniy, ishonchli bo'lishiga doim harakat qiling. To'rtinchi, ma'lum bir studentlar orasida ayrim studentlardan biz eshitamiz, ya'ni shu treningimizga kelgan studentlar yoki bizdan konsultatsiya olish jarayonida studentlar bitta narsani so'rashadi. O'ylaymanki, sizning xayolingizda ham aynan shu savol, aynan shu o'y aylanib yurgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu green card masalasi. Men green cardda o'ynaganman. Suhbatga kirgan vaqtimda sen green cardda o'ynagan ekansan deb menga atkaz bermaydimi yoki meni green cardda o'ynaganim tizimda ko'rinib qolmaydimi degan qo'rquv, o'y fikrlaringiz bo'lishi mumkin. Bu haqida umuman o'ylamang. Siz green cardda o'ynaganmisiz, siz green cardda o'ynamaganmisiz, buni bir tiyinlik ahamiyati yo'q. Sizga na plus, na minus bo'lishi mumkin. Shu sababli green cardda bu oddiy lotereya. Hamma o'ynashga haqli. Siz ham, men ham, xohlagan odam bemalol o'ynashi mumkin. Bu tekin lotereya hisoblanadi. Shu sababli siz lotereyada, ya'ni green cardda o'ynagan bo'lsangiz, o'ynabsiz, bo'ldi, yaxshi. Okay, it's okay. But lekin vizaga hech qanday na plus, na minusi yo'q bu narsani. Shu sababli bundan umuman qo'rqishingiz shart emas. Green cardda o'ynagan bo'lsangiz, bemalol talabalik vizasiga o'z hujjatlaringizni topshirsangiz bo'ladi. Beshinchi ashaddiy cho'pchaklardan biri esa men Amerikadaman, men keldim mana Amerikadaman. Sen ham Amerikaga kelishing mumkin. Seni men Amerikaga olib kelaman. Men Amerikada ekanman, seni ham Amerikaga olib kelaman degan qanaqadir ma'lumotlarni eshitadigan bo'lsangiz, albatta bundan ehtiyot bo'ling. Amerikaga bordi degani sizni ham olib ketadi, taklifnoma yuborib, sizga viza qilib beradi degani emas. Har bitta talabani, har bitta insonning o'zining individual кейslari bor. Individual кейsidan kelib chiqqan holatda viza olishi yoki ola olmasligi mumkin. Shu sababli aynan talabalik vizasiga hujjat topshirayotgan vaqtingizda bu narsalarga e'tiborli bo'lishingiz kerak.
universitetga kirish, grantlar yutish, xullas universitetda emas bu bir taraf, lekin talabalik vizasini qo'lga kiritish bu ikkinchi taraf hisoblanadi. Ming zo'r universitetga kirishingizdan qat'iy nazar siz albatta puxta tayyorgarlik ko'rishingiz kerak viza uchun va yuqorida aytib o'tgan cho'pchaklarga albatta e'tiborli bo'ling. Qachonki siz shunaqangi cho'pchakka duch keladigan bo'lsangiz, bilingki, bu ma'lumotlar hammasi fake hisoblanadi. Shu sababli o'zingizni ko'zlagan maqsadingizga erishish uchun aslo to'xtamang. Shu sababli bu jarayonda sizga yordam bera olishi mumkin bo'lgan insonlarning maslahatlarini, ya'ni to'g'ri maslahatlarini olishingizni sizga maslahat bergan bo'lardim. Ushbu ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying va sizda qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz har bitta kommentariyada sizni qiziqtirgan savollarga javob berishga harakat qilamiz.